kuy va qo'shiq berar ekanmiz. Kelingizlar azizlar, ijozatlaringiz bilan bugungi shodiyona kechamizga tashrif buyurgan xushhavo san'atkor, o'zining bir qancha videoroliklari bilan dunyoga tanilgan bloger akamiz Nurmurjon Yo'g'on nahiyasidan tashrif buyurgan Nurmurjon akamiz va hamda Navruzjon Allamrodov bir juft ashulasini taqdim etmoqchi ekan. Marhamat xushhavo san'atkorlar. Barchaga assalomu alaykum. Tashrobotga birinchi marta kelishimiz, sizlar bilan diydor ko'rishish nasib qilgan ekan. Endi biz san'atkor emasmiz, prosta Navruzjonga qiziqib bitta duet qilgan edik. Sizlarga taqdim etsak, tashrobot va peshkarach. Marhamat. Odamlarga ne bo'ldi, qaygadir shoshgan, nafratin sachratib daryodek toshgan. Xo'p desang tepkilar haddidan oshgan. Odamlar o'zgargan zamon joyida, qo'rqmasdan yolg'ondan tuzgan kasbini. Hozirin o'ylar nafsini, tortinma yojizdan olar qasdini. Zamon o'zgarmagan hamon joyida, uyalmay qilarlar yorga xiyonat. Nahot odamlarda qolmagan diyonat. Javob bermoqlik bor yaqin qiyomat. Zamon yomon dema, zamon joyida. Yetimning haqqidan qo'rqmaydilar hech, yolg'on u hasaddan kechmaydilar hech. Afsus cheksa foydasiz bo'lganida kech. Zamon o'zgarmagan, zamon joyida. deganing zahrini sochgan, do'sting esa ahvoling qurbon qochgan. Shu vaqtda bir yettiyot bag'rini ochgan, so'zlar aytar shirin zabon joyida. Ona qolib qizlarga tutilgan gullar, nafs deb harom tomon sarflanar pullar. Sayramay qo'yarkan hatto bulbullar, davring o'tganida gumon joyida. Ota onasini tashlab qo'ygan bor, haloli uyda-yu ko'chada bir yor. Qaytar dunyo qaytadi afsus qilib zor, nadomatda qolarsan yomon joyida. Halol mehnat ila misqollab teramiz, sal ko'paysa qaddimiz mag'rur kiramiz. Yaratgan oldida javob beramiz, jannat yoki do'zax tomon joyida. Zamon o'zgarmagan joyida zamon, aslida insonlar ham yaxshi yomon. Intichib ketmoqda shu nafsi tomon, omon qolmoqlikka qil yaxshi gumon. Mehrini ayamay bering zorlariga, tik boqing past kelmang dilozorlarga. Quyoshni almashmang yomg'ir qorlarga, har fasl tursin ey omon joyida.
nasib qilgan ekan, juda ham xursandmiz. Jonlaringiz omon bo'lsin. Xudo xolasa musofirda ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Taniganlar bormi? Birgat Guliston TV mehmonimiz bo'ldi. Xush kelibsizlar mehmonlarimiz. Hayotda shunday onlar bor, ularni qayta-qayta his qilging keladi. Hayotda shunday onlar bor, ularning har bir elementi biz uchun muhim. Shunday insonlar, go'zal holatlar, hissiyotlar bor. Ular go'yoki siz bilan bir umr qolishi kerak. Va aynan shunday bo'lishi uchun biz keragidan ortiq harakat qilamiz. Arslan Show, katta tajriba va qadriyatlar uyg'unligi.